Hammaga salom. Bugun sizlar bilan oldindan olingan raspakovka chek videolarimizni ovozlashtirishni boshlaymiz. Bilasizlar, video olayotganda to'g'ridan-to'g'ri ovoz yozish judayam qiyin va bizda birinchi tovarimiz keldi. Xitoydan kelgan bu tovar bu yerdagi kiyimlarga nisbatan ancha arzon kelgan. Bu pijama. Ikkinchisi esa qandaydir korobkadagi nima ekan? Ochib ko'ramiz. Shunday qutiga o'raganga yarasha ichi to'la narsa chiqsa ham boshqa gap edi. Ichidan hozir mittagina menimcha zargarlik buyumi chiqadi. Bizda birinchi taqinchog'imiz bu ziraklar. Endi esa ikkinchi paketga o'tamiz. Bunda ham zargarlik buyumi bo'lishi kerak. Qani, ochamiz. Bu qo'lga taqadigan braslet, ya'ni boyagi ziragimizni komplekti. Keyingi paketimizni ochamiz. Ziraklar. Korobkani ichini yana tekshirib ko'ramiz. Aksariyat paytlarda kompaniyalar o'zidan sovg'a qo'shib yuboradi. Keyingi qadog'imizni ochamiz. Bunda ham menimcha zargarlik buyumi. Xo'sh, bunda nima chiqarkan? Sepochka. Mana bugungi raspakovka chekimiz tugadi. Hech vaqo yo'q. Bugun bizdan chiqqanlari ikkita zirak, bitta qo'lga taqadigan, bo'yinga taqadigan va pijama. Xayr azizlar, yana ko'rishguncha.